Yahyo ibn Muoz aytadilar, birovga foydang tegmasa, zararing ham tegmasin. O'zgani xursand qila olmasang, uni xafa ham qilmagin. Birovni maqtash qo'lingdan kelmasa, u holda uni malomat ham qilmagin, mazammat ham qilmagin. Banda o'zini kimligini bilmoqchi bo'lsa, Allohning huzurida o'zini kimligini bilmoqchi bo'lsa, qilayotgan amaliga qarasin. Bir odam malomatlarga e'tibor qilmaydi. Odamlarni malomatu g'iybatlariga e'tibor qilmaydi. Yaxshiligini qilaveradi. Ilmini o'qiydi, saxovatini qiladi, ibodatini qiladi. Odamlar bor. O'zi bir narsa qilmagan hali. Bir g'ish ko'tarib kelmagan. Lekin birovga bir narsa qilib, bir yaxshilik qilib qo'ygan joyi yo'q. Yaxshilik qilayotgan odamlarni malomat qiladi. Yaxshilik qiladigan odamlarni muhokama qiladi. Bugun eng katta mana shu fitnaning uyasi internet tarmog'i bo'lib ketdi. Shuning uchun azizlar, biz ozordan omonda bo'lishligimiz, ozor berishdan yiroq bo'lishligimiz bizni insoniy go'zal fazilatlarimizdan eng chiroylisi azizlar.